Termiz shahrida O'zbekiston dzyudo tur turnirining navbatdagi bosqichi bo'lib o'tdi. Bellashuvda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri hamda viloyatlardan saralangan sportchilar ishtirok etishdi. Musobaqa tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. O'zbekiston dzyudo tur musobaqasining navbatdagi bosqichi Termiz shahrining kurash majmuasida bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizning barcha hududlaridan 169 nafar dzyudochi ishtirok etishdi. Mukofot jamg'armasi 200 million so'mni tashkil etadigan musobaqada erkaklar o'rtasida 66, 81 hamda 90 kilogramdan yuqori, ayollar o'rtasida esa 70 kilogramdan yuqori vazn toifalarida bellashuvlar tashkil etildi. Ikkita tatamida o'tkazilgan dzyudochilarning bahslarini malakali hakamlar jamoasi baholab borishdi. Ayniqsa uchrashuvning final bellashuvlari qiziqarli kechdi. Erkaklar o'rtasida o'z vazn toifalari bo'yicha kechgan bellashuvda Bobur Vajiyev, Alimardon Abdulahadov, Muhammadali Tangriyevlarga teng keladigani topilmadi. Ayollar o'rtasida esa Shohista Nazarova bellashuvning yaqqol peshqadamligini qo'lga kiritdi. Musobaqa yakunida tantanali taqdirlash marosimi o'tkazilib, g'olib va sovrindorlarga diplom, medal hamda pul mukofotlari topshirildi. 81 kilo vazn toifasida qatnashdim. Olimpiada qatnashchilari bor edi, raqiblarimiz kuchli edi. Oxirida birinchi o'rinni egalladik. Asosiy maqsad shu sportga o'z o'rnimni qo'yish va yuksak yutuqlarga olimpiadaga borish. Shu tariqa medallar jamg'arish bo'yicha Surxondaryo viloyati jamoasi birinchi o'rinni egalladi. Musobaqa mezbonlari 2 ta oltin, 1 ta kumush, 3 ta bronza medaliga ega chiqdi. Toshkent shahri jamoasi 2 ta oltin, 1 ta bronza medali bilan ikkinchi. Toshkent viloyati esa 1 ta kumush va 2 ta bronzani qo'lga kiritib, 3-o'rindan joy oldi.